Assalomu alaykum, ismim Mirjalol. Andijondan keldim. 3 yildan ortiq stajim bor. Assalomu alaykum, ismim Hamidulloh, Toshkent viloyatidan keldim. Temir kamolligi kurslariga keldim. Assalomu alaykum, ismim Nursulton, Farg'onadan keldim. 10 yildan beri shu sohadaman. Assalomu alaykum, ismim O'lmasbek, Namangan viloyatidan keldim. 5 yildan beri shu sohada ishlayman. Assalomu alaykum. Hop, ismim Murod, Chirchiq shahridan keldim. 1,5 yildan beri shu sohada ishlayman. Assalomu alaykum, men Toshkent shahridan keldim. 10 yildan beri shu sohada ishlayman. Assalomu alaykum, men ismim Kozim, Toshkent shahar Sergeli tumanidan keldim. 6 yildan beri sartaroshlik bilan shug'ullanaman. Ayyo, kam gapiraman. Assalomu alaykum, men ismim Ahmadullo, Andijon shahridan keldim. Shu 7-8 yildan beri sartaroshlik qilaman. Temir kanaliga malaka oshirgan keldik. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Mardon, Toshkentdan keldim. 4 yildan beri mana shu sohada faoliyat yuritib boraman.